Ayrim shubhali shaxslar chet elda turib, turli diniy savollarga javob berishmoqda. Biz ularni tanimasak, ular haqida ma'lumotga ega bo'lmasak ham, ulardan fatvo so'rash to'g'rimi? Yaxshi savol beribdilar. Fatvo masalasi, biror bir ilmni o'rganish masalasi o'ta nozik masala. Lekin shar'iy qonun qoida shuki, fatvoni, masalani ilmni bilgan, ko'rgan, tanigan odamdan olinadi. Hammadan ham olinmaydi. Ayniqsa hozirgi savolda berilgandek, internetlarda ko'radigan bo'lsak, juda ko'pchiligi o'zi ko'rinmaydi. O'sha savol javob qilayotgan yoki ma'viza qilayotgan odamda o'zi ko'rinmaydi. Qandaydir bir surat qo'yib qo'yadi. U surat ham o'sha shaxsnikimi yoki yo'qmi, buni ham bilmaymiz. Endi hozir hamma bilib turibdi, sun'iy intellekt degan narsa kuchayib ketgan, balkim kimdir ovozini chiqarib qo'yyapti. Buni ham bilmaymiz. Hozir ayni bizni o'zimizni ovozimizda qilib ham chiqarib qo'yishligi mumkin. Kerak bo'lsa, ko'rinishni ham qilib beryapti. Shuning uchun butun dunyo ulamolari, bitta bizni O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo markazi emas, butun dunyo ulamolari mana shu masalada fatvo olishlikda o'zi bilgan, o'zi tanigan odamdan ilm olsin deydilar. Imom Malik rahmatullohi alayhi aytgan ekanlarki, "Men Madina-i Munawvarada Masjidun Nabaviyda ustunga suyanib turib ma'viza qilayotgan 70 ta odamni ko'rdim, lekin birortasidan fatvo olmadim, ilm olmadim" degan ekanlar. Chunki ular tanimaydi. U mazhabi boshqa bo'lishi mumkin. Ayniqsa hozir arab tilida ma'vizalarni ham o'zbekcha tarjima qilib qo'yishyapti. Arab tilidagi savol-javoblarni ham o'zbekchaga tarjima qilib qo'yishyapti. Uni aytayotgan odam umuman bizning Hanafiy mazhabida to'g'ri kelmaydi. Tahorat bobida, ibodat bobida butunlay boshqacha aytayapti. Natijada odamlar orasida tafriqa, bir-birini tushunmaslik paydo bo'ladi. Hozir alhamdulillah bizni O'zbekiston musulmonlar idorasida fatvo markazi bor. Mana hozirgidek onlayn savol-javoblar qilyapmiz. Bemalol savol bersalar bo'ladi va biz har bir berayotgan savollarimizga hujjatimiz, dalilimiz bilan javob berib boryapmiz. Agar savol-javoblari bo'lsa bemalol mana shu bizni fatvo markaziga murojaat qilishlari kerak.